Kafelerdan akalar ham ko'rishsin, yaxshilab joylashib olishsin. O'rganadigan joylarimiz ko'p, ya'ni ko'rib o'rganamiz. Bu kotel zoti topolam. Zoti topolamni 80 kilovatligi. Ko'ryapsizlar ko'rinishida. Har bitta detalga ahamiyat berilgan. Puskalar juda ham katta ekan, ko'ryapsizlar. Juda ham katta chex. Har bitta detalga ahamiyat berishgan. Masalan, men aytadiki, shu shvellar deydi, shu shvellar orasini nega ochamiz deydi. Suv yurishligi oson bo'lar ekan akalar. Suv yurishligi oson bo'lib, ko'pchilik shu holatda qo'yadi, lekin orasini ochmaydi. Har bitta detalga ahamiyat bekorga bermasa ham bo'ladi. Suv yurishi yengil bo'ladi, kotel qizishligi tez bo'ladi, ya'ni. Ichidagi teplobmenlarga ahamiyat beringlar. Tagida ham mana chugunni, bunda chugun turadi, chugunni tagida ham trubasi bor. Bu trubasida ham suv aylanadi, ko'ryapsizlar. Mana teshuvlar ham havo kiradi. Har bitta detallarga ahamiyat beringlar bular. Bu zotastahani. Bunlar shuna gaplar akalar, inshaalloh hamma narsani yoritib berishga harakat qilaman. Chiroylilar, kimda qanaqa savol bo'lsa beringlar. Mana tayyor bo'lgan mahsulotlar. Mana biratadan tekshiryaptilar. Tayyor bo'lgan narsani bu tarafga olib chiqishyapti. Mana shular tayyor bo'lgan. Ya'ni tayyor bo'lgan mahsulotni archivga qilishga olib chiqib qo'yishadi. Mana hozir ozgina oldinga topolam. Topolam mana tashqi ko'rinish ko'ryapsizlar. Ustiga apishkasini qo'yishdi, listini qo'yishdi. O'ylaganlarga zakolobkalarni bek qo'yib, mana yerda havo kiradi. Tayyor bo'lgani bu. Buncha mana shu holatda. Bu Zota Kuba kotyol, adashmasam Kubani shunaqa qilishgan. Ko'piga yoqmadi. Internet aylanadi, bratan. Bratan ham yig'yapti. Shunday gaplar ekan. Oddiy shu narsa bo'ladi turboni tayyor bo'lgan holati. Buni endi bazal, apshikalarni qo'yiladi, eshiklari bo'ladi akada buni. Tagidagi mana richagi mana. Bu Kuba model. İşlab chiqarish jarayoni, ya'ni bu yerda avtomat yo'lda, qo'l avtomat yo'lda bu yerda tayyor bo'lar ekan. Keyin bu yoqda bolga qilib yig'ilar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda chiqargan akalar, bu yerdagi ishlarimiz jarayon tugadi. Endi ruchnoy kotyolga o'tamiz. Tashqarida juda ham sovuq havo, -10 gradus adashmasam.